Assalomu alaykum do'stlar, mana Dragon degan shashlik ko'rlarimiz mana do'stlar davrasida xohlasangiz ismlaringizni yozib qilib berilaveradi. Mana qilib men o'zimiz bir marta ishlatib ko'rganmiz, shuning uchun eski holatda turibdi. Bu 150 ming so'mligi, shunaqasini yangi holatda yasab beramiz. Mana Dragonligimiz bu endi juda ko'p murakkab chizma, ko'p lazer ishlagani uchun buni narxi 400 ming so'm. Bunaqa do'stlar davrasida degan bunaqa ko'rlarimizni narxi 300 ming so'mdan zakazga qilib beramiz. Kimga qanaqa yozuvlari bilan bo'lsa, aytilgandan qilib beraveramiz. Endi bu yerda gazoblok uskunalarini bu yerda sotiladi. Ko'plab miqdorda tayyorlab beramiz. Ko'ryapsizlar, har xil assortimentlar bor. Manaqa 3 tasi birda komplektimiz. 3 tasi birda komplektimizda nimalar bo'ladi degan uchun manaqa 3 ta qolip, xohlasangiz pena blok, xohlasangiz gaza blok, xohlasangiz palistra blok aytilganini quysa bo'ladi. Shunaqa qolipdan 3 dona bo'ladi. Pena generatorimiz bo'ladi. Pena blok qo'yish uchun xohlasangiz bunaqasidan, xohlasangiz bunaqasidan. Farqi yo'q. Xohlasangiz u, xohlasangiz bu. Havo damlab berish uchun kompressor, rastor aralashtirish uchun mikser, rastor bochka, ichida pulizatr shlangalari bilan va manaqa suv qismimiz pastda 200 litrlik, tepada 55 litrlik shablonlik suv motor tent hamma yo'q bilan bo'ladi va manaqa mini bitta mishalkasi. Bu $1,500 dastavkalar shu adresga qarab kelishilgan holatda. Mana bu yerda har xil katta, kichik mishalkalarimiz ham mujassam. Endi bu yerda gazoblokning katta varianti. Gazoblok katta variantida mana ikkita qolipi, oddiy prostoy reskasi, manaqa arrasi, mishalkasi, pastda 1 tonnalik, tepada 110 litrlik suv yo'nqisi mana tent hamma yo'g'i bilan, suv datchiklari bilan, suv motorlari bilan bo'ladi. Endi suv yo'nqisi kattalashi, qoliplar soni ko'payishi, manaqa prostoy reskaga qo'shilib manaqa avtomat reskalik bo'lishi, qoliplar relsda yuradigan tagi rolikli bo'lishi, xohlasanglar lentalik rastorlar tushadigan bo'lishi, shularga qarab narxlar oshib boraveradi. Menga shunaqasidan deyilsa, aytilgan variantda, aytilgan ob'yemda chiqaradigan qilib zakazga qilib beraveramiz, xudo xolasa. Zaxirlarimiz bor, ertaga, indinga degan narsa bo'lmaydi. Bunaqa ko'rlardan ham bemalol zakaz qilsanglar, apparat ham kerak bo'lsa, olsanglar, xarid qilsanglar bo'ladi. Mana bu yerda endi pena blok uskunalari, pena blok qoliplar mana zaxirlarimiz xudo xolasa bor. Xonalari bo'lish uchun mana yarim peregorodka, to'liq peregorodka deysizmi? Manaqa legolik, turbalik lego, barcha turlardan xudo xolasa bor. Trendda bo'lgan Euro komplekt, belida 2 qatorlik profilli обычный komplekt, belida 1 qatorlik boshidan bir trenddan tushmagan обычный komplekt. Обычный deyilishiga sabab buni belida 1 qator, narigida 2 qator, uni Euro deyilishiga qarab 7 qator profillari bor. Qoliplar soni zakazga qarab ko'paytirsanglar bo'ladi. Endi komplektda 3 ta qolip qo'yilgan. Kerak bo'lsa 2 ta qolipli, kerak bo'lsa 1 ta qolipli zakaz qilsanglar ham bo'ladi mana. Обычный qolip komplektda 3 ta обычный qolip, mana 200 litrli bochkani qirqilgan rastor bochka, pena generator, kompressor, yangi korobka holatda mana ko'ryapsizlar. Rastor aralashtirish uchun mana mikserimiz, u ham korobka holatda, ichida pulizatr shlangalari. Bonusiga latok listi, kolonna list, bir satil penasi bilan $700 do'stlar, mana narxi. O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor, kelishilgan holatda. $750 vodiy bo'ylab, $800 O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Endi xuddi shuni faqat qolip o'zgargan xolos. Qolgan hamma yo'g'i bir xil. Bunda ham latok tumba, hamma kompressor, hamma narsasi bir xil, listlar ham bir xil. Faqat yasalishi va belida 2 qator profilli bo'lgani hisobiga $730 обычный, mana shu joydagi narxi $780 vodiy bo'ylab, $830 O'zbekiston bo'ylab. Endi trendda bo'layotgan Euro komplekt mana ko'ryapsizlar, tikkasiga 7 qator, taglarida ham 7 qator profili bor. Manaqa baquvvat oshiq-moshiqlar qo'yilgan 3 ta qolip. Qolgani masalan pena generator, rastorchi, kompressor, mikser, pulizatr, shlanka, latok, tumba, penalari bilan hamma yo'q bilan narxi $800. Joyida $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'ylab mana. Ko'ryapsizlar? $1,500 kerak bo'lsa sotilgan komplektimiz mana ichi turbalik,
tayyor yuzlik turba o'tgan, bir-biriga svyazka bo'ladigan, tepasidan rastvor quyib qo'yib, uylarim mustahkam quraman deganlar uchun ko'proq ishlaydigan variantdagi qolipimiz. Bu ham assortimentga ko'proq olishadi. Bu qolipni mana ko'ryapsizlar. Narxlarni qulay narxlarda qilib qo'ydik. $900 joyida, $950 vodiy bo'ylab, $1000 O'zbekiston bo'ylab. Mana shu har bir manaqa legolarni stanokda qilinadi, anaqa svarkada oddiy emas, har bir bo'lagini lazerda kesiladi. Umuman hammasini listda Magnitogorskiy 3lik list. Mana Lego bir-biriga svyazka bo'ladigan variantda. Qolgan komplektlardan farqi Lego latok, Lego kolonna bo'ladi. Qolgan qoliplar deyarli bir xil. Mana kerak bo'lsa prostoy list qilib prostoy ham chiqarsanglar bo'ladi bu variantda. Buni narxi $850 joyida, $900 vodiy bo'lib, $950 O'zbekiston bo'ylab. Endi kimgadir pena generator o'zi kerak, kimgadir latok, kimgadir kolonna, bunaqa zakazli 40lik kolonna desam, umuman aytilgan turini zakazga qarab qilib beraveramiz. Xudo xolasa bo'ladi qo'limizda zaxiralar. Manaqa zakazga o'ntiradigan bochkalar, pena generatorlar deysizmi, hamma narsani отдельный ham sotiladi. Masalan, bitta rastvor bochka kerak desa, kerak bo'lsa rastvor bochkani ham отдельный sotiladi mana. Mana avtomat reskalar, o'ntiradigan bochka, ba'zi gazoblok poddomlari, qoliplari, xudo xolasa hammasidan bor. O'zimiz ham mana pena blok ishlab chiqaramiz. Ko'ryapsizlar? Zakazga manaqa aravalar g'ishtash uchun bular ham qilib beramiz. Endi kimgadir yo'q, o'zim yasab olaman desa, telefon qilsa o'lchamlarini ham aytib beraveramiz. 30-60 razmer. Mana pena blok endi xaroba holatda turganiga e'tibor bermaysizlar. Bular ancha uzoq muddat turgan. Mana hozir oxirgi ko'rilgan qolipda chiqqan g'ish mana. Bu ham anchalardan biri turadi. Tarnovda. Zakazga umuman pena blok, gaza blokga aytilgan turdagi uskunasini zakazga qilib beraveramiz. Kimga shunaqa uskunalar kerak bo'lsa, ekranimizga raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar.